Tasavvur qiling, siz detektivsiz va divanda o'lik holda yotgan ayolni topdingiz. Uy ichida hamma narsa joyida. Demak, hech qanday olishuv yoki kurash bo'lmagan. Siz ayol pichoqlab o'ldirilganini va oshxonadagi go'sht pichog'i o'z joyida yo'qligini payqadingiz. Ammo pichoqni hech qayerda topa olmaysiz. Demak, qotil uni o'zi bilan olib ketgan. Tashqariga chiqib qarasangiz, faqat ayolning mashinadan eshik tomon ketgan oyoq izlari bor. Qotilning izlari esa umuman ko'rinmaydi. Axir hech kim qor ustidan iz qoldirmasdan kelib keta olmaydi. Shunda bir fikr keladi. Ob-havo ma'lumotlarini tekshirasiz. Ma'lum bo'lishicha, qor atigi 2 kun oldin yog'ishni boshlagan. Undan oldin esa havo iliq va quruq bo'lgan. Demak, qotil aynan o'sha paytda uyga yashirincha kirgan. U ayol safardan qaytguniga qadar bir necha kun davomida uy ichida yashirinib yurgan. Ayol uyga kirishi bilan uni o'ldirgan. Ish yopildi, shundaymi? Ammo keyin yana bir narsa xayolingizga keladi. Uy atrofida qotilning chiqib ketgan izlari ham yo'q. Demak, qotil hali ham uyning ichida. Shuning uchun qotillik quroli pichoqni topa olmadingiz.